Turkiy davlatlar tarixga tayangan holda kimlar bilandir nimanidir tortishish yoki kimlargadir nimanidir isbotlash emas. Bugungi davrni taqozo qilayotgan hamkorlikda rivojlanish maqsadlari atrofida birlashayotganligini yaqqol ko'rsatdi. Mana Turkistondagi yig'ilish ham bu sun'iy intellekt, yuqori texnologiyalar asosidagi iqtisodiyotni qayta qurish, davlatlar orasi munosabatlarni aynan rivojlanish yo'nalishida qurish va ko'rib chiqish kabi masalalarga jiddiy e'tibor qaratilayotganligini ko'rsatdi. Va Turkiy davlatlarini bugungi kunda aynan shu kun tartibida ishlashi biz kelajak uchun birgalikda harakat qilayotganligimizni albatta yaqqol bir namunasi va bu partiyamizni maqsad vazifalari, g'oyasi, mafkurasiga juda ham to'g'ri keladi, chunki biz doimo qadriyatlarga tayangan taraqqiyot bo'lishini, bu g'oyani ilgari surgan bir partiya sifatida aytishimiz kerakki, umumiy madaniyat va umumiy tarixga ega bo'lgan Turkiy davlatlarini bugungi kundagi nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy hamda kerak bo'lsa harbiy nuqtai nazardan o'zaro mustahkam birlashishi global inqirozlar davrida naqadar ahamiyatli va muhim ekanligini har bir partiyamizning a'zosi, har bir fraksiya a'zosi, har bir deputatimiz siyosiy tafakkur nuqtai nazaridan anglab yetishi va saylovchilarga bu narsani tushuntirishi juda ham muhim hisoblanadi.